O'zi yumshoq qilib, orasida mazali kremlari bor. Balkomki bulochkalari esingizda. Sog'inganlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bulochkalarni birga tayyorlaymiz. Sutga shakar, droji, tuz, tuxum solib, yaxshilab aralashtirib, un solib, xamirni ozgina qorvalamiz. Xona haroratida sariyonni solib, 7-10 daqiqa xamirni yaxshilab qorvalamiz. Ustini yopib 1 soatga oshirgani olib qo'yamiz. Krem uchun qozonchaga tuxumga shakar solib, yaxshilab aralashtirib, un vanilin solib aralashtirib, sut solib, olovga qo'yib, tinmay aralashtirib turamiz. Krem quyilgach, tegini o'chirib, sovutganini olib qo'yamiz. Xamir oshgach, bir mushtlab olib, 16 bo'lakka bo'lib, zuvalachalar qilib olamiz. Xamirni aylana qilib yoyib, ustiga ozgina un sepib olib, videoda ko'rsatilgandek buklab qo'yamiz. Ustini salfan bilan yopib, yarim soatga oshirgani olib qo'yamiz. Bulochkalarimiz oshgach, tuxum va sut aralashmasini ustilariga surib olib, 80 gradusda pishirib olamiz. Bu orada xona haroratida erigan sariyonni yaxshilab mikserda ko'pirtirib olamiz. Sovigan kremimizni bir qoshiqdan solib ko'pirtirib olamiz. Oppoq krem bo'ladi. Yeryong'og'imizni ozgina maydalab olamiz. Sovigan bulochkalarimizning orasini ochib, kremlarni videoda ko'rsatilgandek surib olib, yeryong'oqqa botirib olamiz. Mazali va yumshoq bulochkalar tayyor. Ham bo'lsa, yuvrechani qizartiring. Unutilgan kamxarj retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.